Assalomu alaykum obod xonadonda mening qiziqishlarim kanal obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Uy ishlari bilan, огород ishlari bilan. Mana gullarim endi ochilyapti, atir gullarimiz. Bittasi oq, bittasi bordoviy, qizil. Mana bu ham ochilyapti. Men sizlarga bugun hovlida qilgan ishlarimni hozir ko'rsataman. Mana bu qora bargli sirenim. Mana bu yerda mana bunaqa lolalar ochilishyapti. Mana bu bunaqa kichikroq ekan, mayli kichkina bo'lsa ham. Men bularni hozir hammasini sug'oraman. Mana bu mana men bitta maroznikim bor edi, xostani o'rnida. Buni bu yoqqa ko'chirdim. Mana maroznik shalpayib yotibdi, o'ziga keladi hali. Buni o'rnida xostalar bor edi. Xostalarni mana bu yoqqa ko'chirdim. Hozir men sizlarga ko'rsataman bundoq borib. Mana buni orasida kalamni ham so'raganlar. Mana endi chiqyapti kala. Endi mana butdan ko'karib hali ko'payib ketadi. Xo'sh, mana shu katta maroznik edi. Uni olib tashladim-da. Mana shunday qatorga salqinga mana bu kechigi xostani ekdim. Hurmatli o'rtoqlar, mana yoniga mamasini ekdim. Endi bu yerda mana bu qoldi. Bu ham saqal o'ssa, keyin shu qatorga olaman, hali kichikroq. Keyin mana bitdan chiqyapti. Bu ham ana gibridniy, qanaqadir zeleniy rangi bu, boshqacha. Keyin mana bular chiqyapti. Bular ham kattaroq bo'lsa, keyin buni ham o'tbetga olamiz salqinga. Mana bu ham boshqacha sort. Mana boshqacha sort. To'rt xil xostam bo'ldi, xudo xolasa. Maroznik bu yerda hozir bularni hammasini sug'oraman. Mana bu pionim katta bo'lib ketdi. Bilmadim, xunchasi bormi? Ha, xunchalari bor ekan. Mana bular xunchasi-da. Mana mayli. Gullagani gullaydi. Mana bu sariq gullarim edi. Buni mana chetidan olib, mamutlarga ekdim mana. Keyingi bu yerdan ham ko'payadi keyin mana. Mana bu yoqqa qatorgacha ekdim. Endi mana gvazdika bor-ku, kecha bozorda sizlarga ko'rsatdim. Bu turetskiy gvazdika deyilar ekan. Ko'plar so'rashyapti. Qanaqa otini bilayin deb bozorda chiqibdi. Kechagina o'sha oxirgi video kartoshka kichkina gergini oldim-ku, ana o'sha yigitda bor ekan shundan. Endi boshqalarda ham bo'lsa kerak. O'sha yerda yozib qo'yibdi, turetskiy gvazdika. Mana buni qaranglar. Bu o'sha anaqa gullari g'unchasi-da. Xuddi shunaqa. Ana kim kerak qilsa olib, bu rosa chiroyli gullaydi hali. Ochilsa, keyin ko'payadi mana shunaqa qilib. Mana endi bundoq ketamiz. Mana xosta bitta bunda, bittasi bunaqa ekdim. Mana bu yerda. Mana bu yerga ekdim. Gartenziyan qatoriga ekdim-da. Mana bu yerga ekdim. Endi ham salqin joy. Sahal tiqilib qolishdi, mayli endi. Nima qilamiz? Endi keyingi safar men maroznikka ham kuzda
boshqa joyga ko'chirsam sal hossalarimiz yayrab o'sadi. Lalixonlar o'tirishibdi. Mana. Mana bu gartenziyalar mana ko'ryapsizlar. G'uncha qilibdi. Sizlarga ham hammasi g'uncha qilgandir. Qaranglar. Endi gullaydi bular hammasi. Qani? Ha bunisi ham ko'rinyapti g'unchalari. Mana. Mana. Chiroyli. Bo'ptimi? Hossa oladiganlar nomerini bering debsizlar. Men o'sha videoga olganda nomerini o'zi aytadi. Shunda sirazi yozib olinglar. Men hammasini nomerini eslab qola olmayman. O'sha nomerini aytib yuboring debsizlar. Gapirayotganda qog'oz qalam tayyorlab qo'yinglar-da. Darrov nomerini yozib olinglar. Men o'zim ham bilmayman nomeri nechiligini. Buning uchun videoni boshqatdan ochib qarashim kerak. Endi uning uchun to'g'risi meni vaqtim yo'q. Eslab qolganimni aytaman. Mana men bilan floksiyalar. Bular ham ancha katta bo'lib olishdi. Mana men bittagilar. Gartenziyalar. Cherenkadan chiqqan gartenziyalar. Ko'rinishi yomon emas. Hademay bular ham hammasi g'uncha qiladi. Mana. Mana. Ana shtampovkalarni ko'rmasizlar, balonligini mendan ham balon. Juda ham balon mana. Oho. Voy sobol. Mana aksirib yotibdi. Ko'p aksiradi shu qiz. Mana bunisi qani? Mana ochilyapti o'zi qaranglar. Ertaga ochilib qoladi. Bu rosa chiroyli ochiladi. Bu ham katta bo'lib ketdi mana. Hozir shtampovka sotib olaman deydiganlar, sotib olsanglar, u darrov sizlarga shundoq bo'lib ketmaydi. Bu kamida 3 yildan keyin shunaqa bo'ladi. Biz ham shunaqa deb o'ylaganmiz. Oldin boshida olganimizda mana hozir sotib olsanglar, birinchi mana kichkina bo'ladi. Keyin yil sayin bular kattalashadi. Yaxshi o'ssa o'sib ketadi. Bu ham bir xil yaxshi o'smaydi. Bizda ham hammasi ham yaxshi o'sib ketmagan. Mana men bilan endi bu yil sal yaxshi o'sibdi. Hozir ana u kelinchi shtampovkam ko'rsataman. Mana, voy mana. Bunchasini qaranglar. Voy, voy. Sizlar ko'ryaptimi yo'qmi mana? Voy. Sanog'iga yeta olmaymiz. Juda chiroyli. Bu ham mana ochiladi. Bu oppoq bo'lib ochiladi, bilasizlar? Hurmatli obunachilar. Sizlar ko'pinglar ko'rgansizlar bularni. Mana shu shtampovkam ham rosa chiroyli o'syapti. Bu yerda 4 ta shtampovkam yaxshi, bir 4 ta 5 tasi uncha emas. Xo'sh, mana endi mana bu atirgullar ko'karib yotibdi. Mana bular. Mana bunisi endi ko'karyapti. Hammasi ko'karib ketadi. Mana. Endi hozir ko'chadagi Viush atirgulimni ko'rsataman. Shuni kimdir so'rabdi, ko'rsating deb. Mana ko'chalarim ko'rinishi. Mana bu ham bu 2-yil turishimi? Viush atirgul bu ham. Bu 2 yil bo'ldi olib kelganimizga. Bu hozir bahorda gullaydi, keyin shu bilan kuzda gullaydi. Men ko'ramiz yozi bilan qanaqa bo'ladi. Lekin unchalari ko'p.
juda chiroyli buni guli ham hidli. Xo'sh. Mana atirgullarim mana. Mana atirgullar. Ko'rvatsizlar tegidan barglar chiqaryapti. Mana yonidan ham mana. Shu mana zeleniy bo'lib fevralda ekilgan mana shu gul mana endi ko'karyapti. Mana yana bunisi. Bak yana bitta, ikkita, uchta, yana bittasi qayerda ekan? Mana bitta. Mana bunisi endi uyg'onyapti. Mana bittan barglar chiqarish. Mana bittan chiqarmoqchi barglar. Mana baribir chiqaradi. Zeleniy bo'lib turibdimi chiqaradi. Mana endi yana mana shtampovkalarimiz. G'unchalarini. Mana bu guli juda ajoyib. Katta bu. Bu ham katta bo'lib ketdi. Buni qaranglar. Buni guli почти bozorda yo'q. Hali gullisi ko'rsataman sizlarga. Mana yana. Bu ham katta bo'lib ketdi. Mana. Ko'chada ham 3 ta, 4 ta shtampovka, 5 ta ekan. Ha, mana bu ham g'unchalabdi bu yil. O'tgan yil uncha gullamagan edi. Buldanejimni ko'rsataman hozir. Mana buldanejim. Alaykum assalom. Buldanejim. Mana bu ham g'unchalabdi. Buldanej o'tgan yili kimdir sindirib ketdi-de. Mana mana shu tepasidan bu yil chiroyli o'smadi. O'tgan yil rosa guli ko'paydi. Mana bu yerda ham. Bu yil kam. Bechora. Mana orasiga tiqilyapti mayli. Mana. Mana bu ham viyushi atirgul. Mana buni bitta ham. Ayo, mana bu g'uncha qilibdi. Ha, mana. G'uncha qilmadim deb aytdim. G'uncha qilibdi. Bitta ham yo'q edi. Qani bu yerda? Ha, mana endi g'uncha qilyapti. Yonlarda mana Mamatlarda ham. Mana. Kichkina hali. Ha, baraka topinglar mana. O'smalarim qaranglar. O 1 metr bo'lib ketdi bo'ylari. Mana bu o'ru daraxt. Gulladi, lekin mana shu guli to'kilib ketdi, doni ham yo'q. Mayli, salqin bo'lib turadi, to'g'rimi? Bularga suv berish kerak. Mana bu shpanka. Shpanka olchani yiriga. Mana bu ham chiroyli atirgul. Endi bularni tegin chopish kerak yana. Yumshatish kerak. Negadir mana bu. Ha, sirenim bu yog'i. Hali barg chiqarmabdi. Mana bunisi barg chiqaribdi, bunisi-da yo'q. Nimaga chiqarmadi ekan? Mana bular ham unchalabdi. Ha, suv quyamiz hali bularga endi. Ana shunaqa ko'chamdagilar mana. Mana mana xlorofitum oranj gulimni so'raganlar. O'sfatdi yaxshi mana. Mana. Ko'rdinglarmi? Yaxshi o'sfatdi. Defikuslarim mana bu. Mana endi sizlarga yana nimani ko'rsatay?
Hamma gullarni qaranglar, rangini to'q bo'lib ketganini. Mana voy bo, mana chiroyli rang bo'lib ketganini qaranglar. Hademay mana bu xrizantemalarimiz ochiladi, sap sariq bo'lib. Hamma yoq chiroyli bo'lib ketadi. Mana mamalarimiz ham o'sib qoldi. Девичий виноград. Ana shu bilan endi bugungi videolarni tamom qilaman. Shularni sizlarga ko'rsatay dedim. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Like bosinglar. Qo'ng'iroq tugmachalarini ham bosib qo'yinglar. Kommentariyalarni yozinglar. Keyingi videolarda hammanglar bilan sog' salomat ko'rishguncha xayrlashib qolaman.